Onaxon nimadan norozi bo'ldi? Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Ijtimoiy tarmoqlarda obodonlashtirish xizmatida ishlaydigan keksa ayol xodimaning murojaati tarqaldi. Unda onaxon xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tashkillashtirilgan bayramda sovg'a berilgani, keyin esa uni qaytarib olgandan norozi. Holat keng muhokamalarga sabab bo'lgach, Toshkent shahri Yashnobod tumani hokimligi munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, kecha 8-mart kuni Toshkent shahar hokimligi o'rinbosari, Yashnobod tumani hokimligi hamda tuman mas'ullari mazkur xodimaning xonadoniga borib, uni bayram bilan tabriklagan hamda esdalik sovg'alarni topshirgan. Mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlanib, ayolning qo'lidan sovg'ani olib qolgan shaxs bo'yicha tegishli choralar ko'riladi, deyiladi hokimlik xabarda. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Tezkor xabarlar bizda.